Jaloliddin Manguberdi 5 pardali tarixiy fojia. Qatnashuvchilar: Sulton Muhammad Alo'ddin Xorazmshoh, Jaloliddin Manguberdi, Sulton Begim, Amir Badriddin, Temur Malik, Elbart Pahlavon, Muhammad Nasaviy ona, Imom Shahobiddin Shevaqiy, Yoroqbek, Chingizxon, Qotog'on Noyon, Devona Chol, sipohlar, bozor ahli, saroy xonimlari, kanizlar, mo'g'ul askarlari. Birinchi parda. Jaloliddin va Nasaviy kirib keladilar. Madoh: Assalom davlat panoh, Hazrat Jaloliddin yasha. Assalom davlat panoh, Hazrat Jaloliddin yasha. Mangulik birla yasha, yo Manguberdi marhabo. Xorazmshoh davlati bo'lgay muzaffar doim. Badriddin kelinga: Xayolingiz ishqida go'yo devona, qalbim ichra tutdingiz shunday bir xona. Unutdim men o'zimni, elni mansabni, vijdonimni, diyorni, dinu mazhabni. Sulton Begim: Sevgi qildi shunchalik parishon xotir, unga bo'lsa bo'layin men ham xavotir. Tag'in sevgim tufayli unutmang meni. Badriddin: Nomimni ham unutsam, unutmam seni. Kuyov va kelin kelib shohga ta'zim qiladilar. Xorazmshoh: Parvardigor, menga aylay ulug' inoyat. 5 iqlimda qo'ri oldin shonli bir davlat. Lashkarlarimning savlatida titraydi jahon. Xalifai Bag'dod menga bosh egar alon. Taxtigohim poygahida gurlar afg'onlar. Tiz cho'kdilar Qaroxtoy, Saljuq naymonlar. Shafqatimga sig'moqda bir yoqda Iroq, yon boshimda Hindu Ponjob, bir yoqda Qipchoq. Bir puflasam irg'ib tushar shohlarning toji, karvonlarning tashidagi xazinam boji. Saltanatning andishasin o'ylaymiz keyin, susaytirmay davom eting qizimning to'yi. Raqqoslar o'yinga tushadilar. Xudaychi kirib keldi. Xudaychi: Chingizxon kelmish elchi. Xorazmshoh qaltirab: Kira qolsin. Xudaychi chiqib ketdi o'zicha. Oh, yana bu badbashara jinlar malonlar. Dahshi Qipchoq sahrosida 5 yil ilgari jang qildi mo'g'ul xuddi shayton singari. Qo'rqinchli qiyofalarda mo'g'ul elchilari kirib keldi. Elchi boshlig'i: Ulug' Xoqon Chingizxon yubormish bir farmon. Xoqon bir u jahon, Xoqonimiz Jahongir. Taslim bo'lib Xoqonga, boj to'lasin Chingizxonga. Bo'lmasa jangu jadal, boshlanadi shu mahal. Xorazmshoh ikkilangach holda o'yga botadi. Jaloliddin shohga yaqinlashib: Javob ber, shahanshoh, kutmasin ular. Kuttirsak qo'rqishdan alomat bo'lar. Badriddin kelib to'rdan joy oldi. Xorazmshoh dadillanib turdi. Hech kimga bo'ysunmas Xorazmshohlar. Mo'g'ul o'g'risimi menga barobar. Yo'qoling, bedin majuslar. Egam bo'lmoqchilar shu benomuslar. Elchilar chiqadilar. Qulasa birgina qalamda devon. Ostida ming Chingiz bo'lur xokisor. Qani nima deydi ahli maslahat? Jaloliddin: Qonlarni qon birla yuvarlar albat. Bog'oyat zo'ravon qamchin g'animdir Chingizxon. Bunga ko'z yumaymi, rostmi bilingiz? Dedingiz xulasa qalamdan devon. Ostida Chingizlar bo'lur tormor. Lekin bu yotmaydi devon ostida. Yo'l qilib chiqadi
qal'a ustiga, vayrona ostida halok bo'lmas ul. O'zi vayronalar yasaydi mo'g'ul. Zinhor qal'angizga yaqinlashtirmang hech. Yiqilsa poytaxtlar omad qolur kech. Sirdaryo bo'yida bor kuchingizni musht qilib qaytaring qonli Chingizni. Xorazmshoh asabiy. Amir Badriddin hayronman shunga, hayronman Valiahd Jaloliddinga, olam shahanshohga tom kamar basta. Bu nima? Chingizu Chingiz payvasta. Cho'llarning borisi sherga ne qilur? Behayo bir gado elni ne qilur? 30 yil damodam qiblayi olam, dasimlar qazdini qiloldi marham. Chunki Shiyoriddin tavakkal Alloh, u Tangri soyasi uldir ziblag'loq. Xorazmshoh Imom Shahobiddin. Imom ahkomi Qur'on buyurmish vatanni hifz ayla har on. Hadisda Muhammad Rasul zishoq debdi: Hubil vatan minal imon. Dushman majusidir, bedin butparast, musulmon nobga aylanmish qasd. Unga bermoq kerak hoziroq shikast. Hazrat Valiahdning taklifi xo'p mos.